Andijon shahrida joylashgan 16-umumta'lim maktabida ahamiyatli tadbir ochiq dars bo'lib o'tdi. Ushbu tadbir Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati xodimlari hamkorligida tashkil etildi. Unda suvni isrof qilmaslik, tejash, unumli va to'g'ri foydalanish mavzusida maslahat va ko'rsatmalar berildi. Bugun mana biz 16-umumta'lim maktabimizda suv ta'minoti xodimlari tomonidan suv bu hayot mavzusida juda ham chiroyli ochiq dars o'tkazildi. 3-sinflar o'rtasida biz xohlardikki, bunaqangi ochiq darslarda suv haqidagi chiroyli ma'lumotlarni o'quvchilarimizga har biriga yetkazilsa, kelib yana bizga ochiq darslar o'tsa, bolajonlarimiz bundan juda ham xursand bo'lishdi. O'zlariga kerakli bo'lgan to'liq ma'lumotlarni olishdi. Suv ta'minoti xodimlariga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Ayni paytda mazkur maktabda 874 nafar o'quvchi ta'lim olmoqda. Ularga 50 nafar pedagog ta'lim-tarbiya beradi. Maktabda jami 30 ta sinf mavjud. Ochiq dars jarayonida o'quvchilar suv ta'minoti, uni tejash va sog'lom turmush tarzida suvning ahamiyati haqida yangicha ma'lumotlarga ega bo'ldilar.